Assalomu alaykum ko'pdoshlar, yaxshimisizlar? Ikkita avtomat yo'limizni Andijonda Buloqboshiga, Andijonda Chuvalmasiga xudo xolasa dastavka qilib beryapmiz do'stlar. Bittasi 15 kilovatlik, bittasi 20 kilovatlik. Ikkosini bunkeri. Именно pul to'provliniyasi ular. Xo'p do'stlar, bu 15 kilovatligimiz narxi $9, 20si $1000 chiqadi. Dastavkalarimiz besplatni xudo xolasa. Pechkalarimiz bor, titan pechlar. Shunaqa pechka, kotyollar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelsa joylarimga yetkazishga harakat qilamiz. Dehqonchilik xudo xolasa do'stlar. Manzilimiz Namangan Norindan, Haqlobodida, yo'lni bo'yida do'konimiz do'stlar. Hop, kat yo'limizni ham olib keldik. Mana Buloqboshini, Andijon Buloqboshini Rayish qishlog'i ekan. Rayish qishlog'iga mana oxirgi kat yo'limizni olib tashladik. Ikkinchi kat yo'lni Chuvalmaga tashladik ekanlarimiz. Xudo xolasa mana shu yerga, shu xonadonga отопление, tupli sistema bo'libdi. Kat yo'l mana shu yerga o'rnatilgan, navis solar ekan, shu tagiga qo'yar ekan. Xudo xolasa buni ham ustakalar bir video qilib tashlab beradi, xudo xolasa ishlar. Do'stlar, shunaqa kat yo'llarga aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.